Assalomu alaykum. Kecha pulingiz qayerga ketganini bilasizmi? Nega o'sha kuni charchadingiz? Maqsadlaringizga bugun necha foiz yaqinlashdingiz? Ko'pchiligimiz javob bera olmaymiz. Chunki hayotimiz 12 ta turli ilovaga taqalib ketgan. Moliya birida, sog'liq boshqasida, maqsadlar uchinchisida. Ular hech qachon bir-biri bilan gaplashmaydi. Biz VTO'sni aynan shu muammo uchun o'ylab topdik. VT insonning shaxsiy hayot operatsion tizimi. U moliya, sog'liq, uyqu va maqsadlarni bitta platformada birlashtiradi. Ichida Arya ishlaydi. Bu ChatGPT emas. Bu aynan siz uchun o'rganadigan shaxsiy AI agent. U har kuni ertalab bitta savolga javob beradi. Bugun nimadan boshlashimiz kerak? Va eng muhimi, barcha ma'lumotlaringiz faqat sizning qurilmangizda. Hech kim, hatto biz ham o'qiy olmaymiz. 42 milliard dollarlik bozorda 573 million potensial foydalanuvchi bilan biz birinchi bo'lib bu yechimni taqdim etyapmiz. Vita, ko'r, tushun hamda o'zgartir. Rahmat, salomat bo'ling.